Avtostart jamoasi bugun 26-maktabga mehmon bo'lib keldi. Qolganini o'qish davomida 100 ming 200 ming to'lab olsangiz ham bo'laveradi. Agar sizning ham maktabingizga borishimizni xohlasangiz, maktabingizning nomini yozib keting. Transport vositalarini endi harakatlanishni taqiqlovchi belgi. Ko'chada harakatlanishni taqiqlovchi belgi. Mana shu betdagi belgilardan so'rayman. Shuni siz oqtarib topib berishingiz. O'sha shlagbaum bilan jihozlangan temir yo'l kesishmasiga yaqinlashuv belgisi bor. Mana u topdingiz. Malades. Bo'ladi. Bu nogironlar harakatlanadigan transport vositasi. Mana bu kasaqo'lar. Eng kam oraliq masofa. Qaysi belgi? Agar siz ham maktab bitiruvchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Avtostart jamoasida maxsus chegirmaga ega bo'ling.